Men muxlislarim esa meni yig'latdi desam ishonasizmi? Aka-uka, opa-singillar, men challenjimni to'xtatmoqchiman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men challenjimni to'xtatmoqchiman. Men challenjimni maktablarda davom ettirishimni sababi bolalarni ozgina bo'lsa-da sportga tortish, sportga jalb qilish. Men bu gapni juda ko'p marta aytganman. Akalar, men yoshligimda maktabda o'qib yurgan paytlarimda maktabda orqasida bolalar sport bilan endi shug'ullanardi, salto otardi. Men o'shalardan ochig'i motivatsiya olganman. Sportga qiziqishim ortgan. Shu sababli men maktablarda challenjimni davom ettirish boshlagandim. Boshlamasim o'zi bu challenjni maktablarda davom ettirishni to'xtatdim. Chunki ko'pchilik maktab ma'muriyatlari menga ruxsat berishmadi. Endi uni ham qandaydir sabablari bo'lsa kerakdirki, meni maktablarda challenjimni davom ettirishimni xohlamadi. To'g'ri, biz 10 minutlik, 15 minutlik tadbir qilganimiz uchun ham ayrim maktablar bizga ruxsat berishmadi, chunki 10-15 minutlik vaqtini biz o'g'irlayotgan edik. Bu to'g'risida men Oliy ta'lim vazirligiga ham yozdim, javob yozishmadi. Men challenjimni maktablarda davom ettirishni to'xtatdim, chunki ancha maktab ma'muriyatlari ruxsat berishmaganligi sababli bu challenjni to'xtatishga qaror qildim. Xudo xolasa, endi maktablarda emas, o'zim vaziyatimdan kelib chiqqan holda video olaveraman. Sizdan onlayn bo'lsa ham kuzatib, podpiska qilib, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Chunki biz ko'rib motivatsiya olgan bo'lsak, sizlar ham aynan menga o'xshab ko'rib motivatsiya olib, mendan sal bo'lsa-da o'rnak olib, sizlar ham sport bilan shug'ullansalaringiz bo'ladi. O'shaning uchun men Instagramda o'zimni faoliyatimni sizlarga ko'rsatayotgan bo'lsam, sizlar ham sport bilan shug'ullanishni to'xtatib qo'ymangizlar. Xudo xolasa, birgalikda kuchli bo'lamiz, birgalikda O'zbekistonimizni dunyoga tanitamiz. Men faqat 365 kunlik challenjimda maktablarda davom ettirmayman. Afsuski, ruxsat bermaganligi sababli men bu to'g'risida Oliy ta'lim vazirligiga ham yozaveraman. Agarda javob kelsa menga, xudo xolasa ruxsat berishsa, 365 kunlik challenjimni xudo xolasa maktablarda o'tkazishga harakat qilaman. Ungacha afsuski bir o'zim 365 kunlik challenjimni davom ettiraveraman. Siz podpiska qilib qo'llab-quvvatlashda davom etsalaringiz, xudo xolasa, meni videolarim ko'pchilik insonlarga yetib borish uchun aynan siz sababchi bo'lishingiz mumkin. Agar bitta like bossangiz, bitta kommentariy yozsangiz, O'zbekiston bayrog'imizni qoldirsangiz, biz birgalikda kuchli bo'lamiz. Meni o'z xalqim qo'llab-quvvatlaydi, boshqa xalqlar emas. Hali ham obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, zo'r cho'qqilarga chiqamiz.